Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlarga o'zimni HyperX Quadcast S mikrofonimni sizlarga obzor qilib beraman. 2 yildan oshiq shu mikrofonni ishlatdim va shu vaqt mobaynida buni hamma plyus va minuslarini hozir sizlarga batafsil aytib beraman. Va aynan mana shu Quadcast S modelini olish hozirgi momentda arzidimi yo'qmi, shuni oxirida batafsil sizlarga aytib beraman. Xo'sh, demak, korobkasi mana shunaqa korpusda bo'ladi. Korobkasining ichida o'zini qog'ozi foydalanish uchun, keyin HyperX reklamasi. HyperX menga bitta yoqqan tomoni hamma narsasini garantiyasi bor. Shunisi shu tomonlama zo'r. Xo'p, korobkasining ichida o'zini USB ga Type-C kabeli bor va mikrofonimiz mana bunaqa защитный yaxshi plastmassali korpusda chiqadi. Faqat sal olinishi qiyinroq. Juda ham ancha qattiq bo'ladi. Plastmassa qo'ldan tushib ketsa ham u yoq bu yoqqa qolib ketgan paytlarga ham защитasi yaxshi bo'ladi. Tak. Bu mana mikrofonimiz o'zim yaxshi ko'rgan HyperX mikrofonim. Bu qora ranglisi, buni o'zi ikki xil svetda chiqqan. Qora va oq ranglisi bor. Oqi ham ancha chiroyli ko'rinadi lekin. Bu ancha qora derskiyroq. Keyin bu pantografga qotirish uchun mikrofonni bunday qo'yib ishlatsanglar bo'ladi, mana tejiladi mana bu joyi. Xullas, korobkasining ichida mana shu narsalar chiqadi. Mikrofon, kabel, foydalanish uchun kitobchasi mana bunaqa защитный o'zini plastmassasi bilan plus korobkasi chiqadi. Xullas, mana shu narsalar chiqadi HyperX Quadcast S mikrofonida. Xo'p, buni hozir sog'laman. Bu HyperX mikrofoni 2020-yilni oxirida chiqqan. Quadcast o'zi bilan S'dagi eng global farqi bu mana bu Type-C portida bo'ladi. Quadcast S'da orqasi Type-C bo'ladi, keyin buni svetlarini anoda programmasida HyperX Ingenuity-mi shunga o'xshagan nom bor. O'shanga qo'yib turib nastroyga qo'ysanglar bo'ladi. Mikrofonimizni o'zini programmasi bor, ya'ni Ingenuity, ya'ni HyperX'da o'zi tomonidan chiqarilgan. Bu mikrofonimizni to'liq kontrol qila olishimiz mumkin. Ya'ni kontrol deganda qanday o'sha ma'lumotlarni ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda misol uchun hozir ovozni yozish rejimlari bor. Bunda 4 ta rejim bor. Quadcast S'da o'zida ham misol uchun orqasida rejimlarni bitta ekranda o'zida ham ko'rsatib turadi. Hozir misol uchun birinchisiga qo'yadigan bo'lsam, mana birinchisiga stereo ovoz. Bu mana eshitayotgan bo'lsanglar, ikkala naushnikda eshitib ko'rsanglar bilinadi. Bu ham o'ng tomonda ham chap tomonda ham ovozi yozilayotgani bilinadi. Bu faqat old tomonni yozadi, orqa tomonda ishlamaydi. Ikkinchi rejimi. Bu polni uzr, ya'ni hamma tomondan ovoz yozib oladi, yumaloq ko'rinishda. Orqa tomonda ham, old tomonda ham. Ular shunday. Uchinchisi, men eng yaxshi ko'radigan rejim bu faqat o'zi old tomondagi ovozni stereo ovoz yozib oladi va orqa tomondagi ovozlar yozmaydi. Ham ovoz yozish ancha yaxshi. Va eng oxirgisi esa bu ikkita dual, ya'ni orqa tomon va old tomondan rejimlari bor. Bu ko'proq podkastlar ancha yaxshi bo'ladi. Hozir o'zim yoqtirgan rejimni qo'yamiz. Keyin bu yerda ovozni monitorlarni ko'rib turishimiz mumkin. Mikrofon o'zini gronkosida monitoring o'sha buni ham nastroyga qilsangiz bo'ladi. Keyin plus o'zimni ovozimni eshitayotgan paytim naushnikdagi ovozni ham bu yerdan kontrol qilishim mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda eng muhimi освещение, ya'ni ranglarni o'zimizni xohlagan ko'rinishga o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun qizil, ko'k, yashil va hokazo. Keyin bu yerda misol uchun valna qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki bo'lsam davomli setib turib, bu yerda har xil rejimlari bor. Xohlasanglar mana bunaqa migat qilib turadigani bor, yonib o'chib turadigan. Xullas, bu yerdan o'zingizlarga xohlagan bunaqa to'lqinli yoki shunga o'xshagan ko'rinishdagi ranglarni to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi. Asosiy ko'rinishlari mana shunaqa. Misol, anatoniyaga qo'yib turib, qizil yoki ko'kka o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Xullas shunaqa. Ovoz yozishni mana 1 2 3 4 5 sifati ham ancha yaxshi. Buni eng katta mashhur qilgan joyi mana shu mikrofonni tepasida knopkasi bor, bilsanglar kerak. Ana shu mikrofonni yoqib o'chiradigan knopkasi HyperX mikrofonni ancha nima deydi, xalqlayotganda rekka chiqishiga ancha yaxshi ta'sir o'tkazgan. Xo'p, ishlatishga keladigan bo'lsak, mana bu yerda o'zini buragichlari bor. Bemalol o'zni xohlagan gavdangizga yoki holingizga qarab mos olsangiz bo'ladi. Bitta minusi mana shuni sal qattiqroq qotirmasangiz tushib ketib qolaveradi. Bu birinchi minusi. Buni bir marta o'zim haqiqatan guvoh bo'lganim.
notebookka o'zini o'sha programmasi orqali ulagan paytim ko'p emas. Ba'zi hollarda ashibga berib yubordi notebook. Ya'ni qotib qoldi. Shunga o'xshagan momentlar bo'ldi. Bir emas, 2-3 marta bo'ldi. Endi o'sha yil hisobida olganimda, atak oddiy kompyuterga ulagan paytim, ya'ni PKga ulagan paytim umuman bir muammo qilgani yo'q. Qolgan momentlarda boshqa minusini ko'rmadim bu mikrofonni. Keling endi buni biratishkalari bilan sizlarga bir tanishtirib o'tsam. Buni oilasida, ya'ni hozirgi momentda 4 ta, bu bilan o'sha hisobda 4 ta pokoleniyasi bor, ya'ni HyperX Quadcast, Quadcast S, Quadcast 2 va 2S bor. Bu ham xuddi Quadcast 2 qanaqa? Buni yangilangan pokoleniyasi, ya'ni bo'lak kuchaytirilgan va mo'shniylashgan varianti. Quadcast 2 oddiy Quadcast bilan deyarli bir xil. U ham xuddi shunaqa qizil svet yonadi, lekin ovozi 24 Hz yozadi, ya'ni bo'lak shirokroq yozadi. Ya'ni bunga nisbatan ovozni chastotasi yozish chuqurligi deymizmi, ancha yaxshi. Quadcast 2S esa xuddi bunga o'xshagan, uni ham ranglarini nasturkasiz bo'ladi, ovozi ham yaxshi. Dizaynga keladigan bo'lsak, bu misol uchun bu matoviy ko'rinishda bo'lsa, u qanaqadir to'nkiroq stilda chiqqan. Buni xo'p, Quadcast S'ga qaytadigan bo'lsak, hozirgi narxi adashmasam bu tushib qolgan hozir narxlar. 1.700 atrofida, 1.800 atrofida bo'lsa kerak nalichida. Lekin olishga to'g'risi tavsiya qilaman. Hozirgi momentda ham bu aktual. Buni Type-C'ligini yaxshi tomoni bilasizlar, bu Type-C'ga Type-C kabel olib turib, buni bemalol telefonga ulab turib ham yozib ishlasanglar bo'ladi. Komfortni. Menga qolsa tavsiya qilardim Quadcast S'ni olib turib, o'sha boshlang'ich YouTube'da bo'ladimi yoki umuman kontent sohasiga kirayotgan odamlar bo'lsa, bemalol mana shu HyperX Quadcast S'ni olib turib ishlatsanglar bo'ladi. Xullas, shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim mana shu HyperX Quadcast mikrofonimiz asosiy komplektda mana shuni sizlar chiqadi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa shunaqa obzorlarni birma-ketma sekin-asta ko'paytiraman. Savol va taklifinglar bo'lsa bemalol izohda yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Javohirbek Saidmurod bo'ldi. Charchamaydi.